Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Mana do'konimizga 7 ot kuchli motobloklarimiz yetib keldi. 7 ot kuchli motobloklarimiz Alfa Grand brendiga tegishli. Ikkalasi ham Alfa Grand brendiga tegishli. Bu tarafda Turizga 8 balonni, kichkina ballonligisidan turibdi. Ham buni parasi yo'q varianti. Bu tarafda esa Turizga katta ballonli, ham parali varianti bu. Bu motoblogimiz. Birinchi o'rib narxini aytib ketamiz akalar. Narxi hammaga qiziq. Ko'pchilik video qiladi. Yarim soat 10 minut video qiladi, lekin narxini aytmaydi. Biz birinchi o'rib narxini aytib ketamiz akalar. Narxi bu motoblogimiz 2.700.000 so'mdan, kichkinasi sarig'i. Bu motoblogimiz kattasi 3.300.000 so'mdan qilib beramiz narxini. Keyin bizda O'zbekiston bo'yicha dostavka xizmati bor. Kimga shunaqa motobloklar kerak bo'lsa, aloqaga chiqsalaring, kelishilgan narxlar bo'yicha dostavka qilib beramiz. Endi bu motoblogimiz afzallik taraflariga keladigan bo'lsak, ikkala motoblogimizda ham moy datchiklari bor motorlarida. Ko'rishinglar mumkin. Motorlarda moy datchiklari bor. Bu moy datchigi motorini moyi suyulib ketganda yoki motor moyi kamayib ketganda avtomatik motoblok ishlab turgan joyida o'chadi. Moy datchigi bo'lsa yaxshi. Sizlar qachon moy kuyganlarga eslaringdan chiqsa yo moy kuyishni, moyni almashtirishlarga esdan chiqsa, o'z avtomatik o'chib qolaveradi. Shunda moy almashtirishga to'g'ri keladi. Shuni sizlarga bildiradi bu narsa. Keyin ikkinchi xususiyati skorlari. Motoblogimizning skori oldiga ikkita skorda bo'ladi, orqaga zatniga bitta skorda bo'ladi. Keyin maslinli filtrlari, filtriga moy quyib qo'yiladi. Bu changda, yer haydayotganingizda changib ketgan payti motorga chang o'tkazmaydi-da, bu changni o'zida olib qoladi. Shuning uchun qo'yilgan bu maslinli filtrlar. Undan tashqari bu motoblogimizda faralari bor. Kechasi yer haydayman, kechki salqinda ishlayman degan akalar uchun faralarni yoqib bemalol ishlasang ham bo'ladi. Bu motoblogimiz ko'rishlaringiz mumkin, anchagina gavdasi ham katta, narigi motoblogdan ko'ra kattaroq. Ballonlari ham 400 ga katta ballondan bo'ladi. Ishlatishga ham qulay. Kim buni bo'yi pakanaroq akalar bo'lsa, bo'yiga moslab, mabetidan yechib turib, bo'yiga moslab olib, pastlatib olib, mana bunaqa qilib pastroq qilib ishlatsa ham bo'ladi. Motoblogimiz motoriga keladigan bo'lsak, motori 170F benzin motor bilan jihozlangan. Benzin baklari 3 litr bo'ladi. Benzin baklari 3 litrli. Keyin benzin bu motoblogimizning rasxoti, benzin rasxoti soatiga 700 grammdan 1 litrgacha bo'ladi. Siz gazni qancha ko'p ochishingizga qarab, shuncha rasxot ko'payaveradi. O'rtacharoq gazda ishlatsangiz, rasxot kamroq bo'ladi. Keyin motorlarga keladigan bo'lsak, motorlariga 700 gramm moy quyiladi. Har 100 soatda keyin motor moyini almashtirib turish kerak bo'ladi. Keyin korobkalarga keladigan bo'lsak, korobkasiga 1 litr 800 gramm moy quyasiz. Korobkasiga TAT 17, TAT 17 degan moydan quyiladi, 80 ga 90 markali moydan quyiladi. Korobkasining moyini ishlatishingizga qarab uzoqroq bir muddatda almashtirsangiz bo'ladi. To'xtatmay ishlatsangiz har 3 oyda yoki damab ishlatsangiz 6 oyda bir almashtirsangiz bo'ladi. Lekin motor moyini har 100 soatda almashtirib turishingiz kerak. Ikkala motoblogimiz ham xuddi shunaqa. Motor moylarini har 100 soat almashtirib turasiz. Ikkalasida ham moy datchigi bor. Bu kichkinarog'i, parasi yo'q, balloni kichkina bo'lganligi uchun narxi arzonroq, bunisi anchagina kattaroq. Shuning uchun narxi qimmatroq. Kimga shunaqa motobloglar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Qo'qon shahrida. O'zbekiston bo'yicha dostavkamiz bor. Kelishilgan narxlar bo'yicha dostavka qilib beramiz. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar akalar.